Ko'pchilik yangi haydovchilar bo'lakdan bo'lakka, tasmadan tasmaga yoki bo'lmasa polosadan polosaga o'tishda qiynalishadi, ya'ni orqadan kelayotgan avtomobilni orientir olisha olmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Biz bokovoydan foydalanamiz. Mana shu bokovoyni o'rtasidan bo'lamiz. O'rtasidan bo'lganimizda buni ichki tomoni bor, sizga yaqin tomoni va tashqi tomoni bor. Agarda avtomobil ichki tomonda ko'rinsa, u uzoqdaligini anglatadi va siz tasmadan tasmaga, polosadan polosaga o'tishingiz mumkin. Agarda tashqi tomonida ko'rinadigan bo'lsa avtomobil, unda zinhor va zinhor o'ta ko'rmang. Sababi avtomobil sizga yaqin bo'ladi. Hamma yaxshi zo'r avtomobillarda ko'pincha sariq chirog'i yonib qoladi, lekin oddiy avtomobillarda esa hech qanaqa bildirilmaydi. Mana shuning uchun ehtiyotkorlik o'sha choralarini ko'rsatadigan bir chirog'lar yonmaydi. Bu holatda xuddi shu metodikadan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, u holda podpiska tugmasini bosib qo'ying. Profilimizda bundan ham ko'p foydali ma'lumotlar bor.